Tuman hokimligi madaniyat bo'limiga qarashli Gulshan madaniyat uyida narpaylik iqtisodiyot fanlari doktori professor Saidov Muhammad Ali Hakimovichning 60 yoshlik yubileyiga bag'ishlangan "Yillar, yo'llar, zarafli kunlar" deb nomlangan ma'naviy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Narpay tuman hokimi Sherbek Buranov, iqtisodiyot fanlari doktori professor Saidov Muhammad Ali, xalq deputatlari tuman kengashi kotibiyat mudiri Shuhrat Samadov, professorning ustozlari, do'stlari hamda boshqa mas'ullar qatnashgan tadbirda faxriy mehmonlar so'zga chiqib, ustoz olimning hayot yo'li, mehnat faoliyati, vatanparvarlik fazilatlari va yoshlarga bo'lgan e'tibori, shuningdek uning hayot yo'li erishgan yutuqlari haqida gapirishdi. Tadbirda tuman madaniyat bo'limi xodimlari, iqtidorli yoshlar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiq, she'rlar barchada katta taassurot qoldirdi. Professor Saidov Muhammad Ali Hakimovichning umr yo'li va faoliyatiga hurmat-ehtirom ifodasi bo'lish barobarida yoshlarga ibrat maktabi bo'lib ham xizmat qilmay qolmadi. Shahlo Davronovna, Navqiron, Narpay TV uchun maxsus.